Sizni bedepolingiz bormi? Urish kerakmi? Bor shunaqa bitta zo'r texnikamiz. U bog'da arasidami? Unisi ham bor, mana. Voy katta texnikam, traktorga taqilish kerak. Bor shunaqa bitta jatkamiz. Voy, shunchalik kattami? Tirikchilik ham qilishingiz kerakmi? Bor shunaqa bitta. Mana. KS 140, ya'ni Kasilka samoxotnaya 140 ta ot kuchli digital bilan jihozlanganligi uchun nomi KS 140. Eng qizig'i, Xitoy texnikalari, Xitoy uskunalari Belarus texnikalariga kirib kela boshladi. Ya'ni 140 ta ot kuchli digital 4 porshinli bu Xitoyning Vichay digitali qo'yilgan. Ya'ni bunda turibdi. Ya'ni KS 140 ning avvalgi KS 100 dan asosiy farqi, KS 100 da Belarus 892 yoki 952 larda digital qo'yilgan edi. Shuning uchun nomi KS 100 edi. Hozirgida esa 140 ta ot kuchli 4 porshinli digital qo'yilgan. Asosiy farqi shu. Yo, bismillah, salon ichiga kiramiz. Xohlagancha o'zingizga moslab to'g'rilab olasiz. Mazza olib ketish uchun hozir yoningizga sherigi olasiz. O'ng qo'lda rechakda tepadagi farlarni qo'shish uchun konsonda radio magnitofon. Sabir akam aytgandilar-ku, 1 milliard pul dedilar. Aytgancha chiqagan. Bemalol. Endi tushundim. Siz ham o'tiring bu yerga aniq 1 milliard deb kela boshlaydi. Hamma upravleniyalar shu yerda. Osongina, oddiygina qilib boshqarasiz. Oldingizda hammangiz ko'rinib turadi. Har tomonlama. Hali ham kansani jon rohat. Zo'r. Kombaynimiz naq 5 metrlik jatka bilan jihozlangan. Jatkani olib yurish uchun ko'chadasiz, alohida prinsipi ham bor. 5 metr jatka, segmentli palsivoy pichoqlari bor. Endi qarang. Jatka o'rta 5 metrda shneg yoki barabanlarga o'tdi. Ular esa ikki tarafdan 5 metrdan o'rtaga olib yig'di. Endi orqasiga o'tamiz. O'rib bo'lgandan keyin esa mana bu rezinalar orqali bir karra suvni siqib chiqariladi. Endi qarang, siz mana bu temir orqali siz prispot borishga mo'ljallab 1.20 dan 1.50 qilib, ya'ni 5 metr bo'lgan joyda urib 1.20 yoki 1.50, 1 metr 50 santimetrga mo'ljallab prispot borish uchun yig'ib ketasiz. Bu kombaynimiz bilan, bu jatkasi bilan naq urmadim deganingizda 10 gektar. Bo'lmasa aka poliyangiz javob bersa, massangiz javob bersa, 30-40 eng ko'pi 50 gektar ham bir kunda o'ra olasiz. Digital Vichay dedik. 8, 12, maksimalni 15 litrgacha rasxod qilish mumkin. Bu kombayn bilan shuncha ish qila olasiz. Endi eng qiziq joyiga keldik. Kombaynimizning narxi naq 1 milliard 480 million so'm. Siz bu summani o'zini 100% to'lov yoki bank krediti yoki lizing kompaniyalari orqali yoki rassrochka qilib ham sotib olishingiz mumkin. Bu kombaynimiz hozir Toshkentda turibdi. Siz, ya'ni sizga yaqin bo'lgan filialimizga borib murojaat qiling. Narxini kelishtirib, o'sha filialga yetkazib beramiz. Mana buni bittasi sherigi, ya'ni Hasani Vodiy filialiga jo'natildi va u yerda Farg'ona Yozyovonda ishlayapti hozir. Aka, sen nimasidan bunaqa katta kombaynlar, traktorlar deysizmi, kichkina texnikamiz hammasidan bor.
va narxi har bitta filial uchun bir xil. Keling, aka, kelishtirib bir chiroyli narxlarda qilib beraylik. Keyingi videolarda ko'rishguncha.